Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 11. ayının 12. günü. Bugün bizni bizga qaytirgan, bizni bizga bildirgan, bizni dunyoga tanıtgan bir gün. Bugün Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti 2 qitim qurilgan bir gün. Bugün Xitoylarning Şarkı Türkistanni yutib olish xomxiyoli manguga bitchit bo'lgan jangovar ajdodimizning jihad ruhi, tiz bitmas irodasi o'zini namoyon qilgan haqqoniy da'voyimizning mustahkam asosi yaratilgan bir kun. Bugün yalğız bezgila emas, balki bütün İslam dünyasına nispeten mu acayip manidor g'albilik bir gün. Çünkü dünyanın ataqlıq İslam mutafakkirleri İslamның davlat qarashini ve siyasi nazariyasini tunishni texi amdili boshlagan ashu mezgillarda Sabit Damallı Rahimahumullah başçılığındaki ulug' rahbarlarimiz 1933 yılı. Rahmetlik Alixon Tören başçılığındaki mücahitlerimiz 1944 yılı. Dal muşu 11. ayının 12. günü dünya tarixida tunji qitim İslam Cumhuriyetini ameli qurup çıkan bir gün. Demek, bugün itiqad tushunchimizning ve milli tariximizning miraji yoritilgan bir gün. Bugün dünya tarixidagi tunji İslam Cumhuriyeti, yani Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti 2 qitim qurilgan bir gün. Biz muşu bugünimizning iftixori bilan hozirmi beshimizni tik tutib dunyoga mag'rur qarayalaydigan bir kun. Ammo tongning etishini kun chiqqanlik deb biladigan kishilarimizga nisbatan bugunmi xuddi tunugungidekli oddiygina bir kun. Chunki bugungi bo'lgan qoyillik, bugungi bo'lgan iftixorlik tuyg'ularni shundoqla qutluqlash ve hayacanlanış hissiyatlarını bayramlık kiyimler bilen koşup arkada katlap koygan tünügünkü kir kiyimleri bilenla esnigen halda bugünkü kadem koygan undak hissiz kişiler tan qarıqsızlığı ibaret halas. Bugünün iftixarı bugünni qadrligan ve bugün bilen faxrlanishni, iftixorlanishni ve iftixorlantirishni bilganlarga mansubdir. Bugunni unutmagan ve unutildirmaganlarga mansubdir. Bugün bizga nisbatan go'yo bir quyosh ve ayni ko'k bayrog'imizdagi oy yulduzning o'zi. Bugün bo'lmagan bo'lsa, tunlar bitmas, zulmetler yorumaz. İnqilab yolumuz özümüzge rüşen bulmasıydı. Şundaq, bugünni tushuntirishga, bugunni anlatishga, bugunni so'zlab berishga so'zimiz yetmaydi.
tilimiz ojiz keladi. Gerçi bugunni kuylash, bugunni yezish bizga nisbatan eng qutlug', eng ulug' ish bo'lsa-mu, lug'atlar olimida bugunni yezishga qurbat yetmaydi. Ko'zimizning qorisini qalam qilib, qalbimizning butun qonlarida bugunni yozsaqmi, yanada uning ma'nosi to'liq ifoda topmaydi. Chunki bugunning o'zila poyonsiz bir ma'no. Bugunning o'zila millionlagan shahid otalarimizning qalb qonlarida tutgan tantana. Afsus, tariximizdagi bu ulug' bugunimizni, bu ajoyib ilohiy rahmatni nihoyat tezla qo'ldan ketkizib qo'ydi. Har ikki qitimqi mustaqillik bayramimizni uzungacha tantana qila olmadik. Hatto butun islom dunyosi uchunmi eng buyuk g'alaba bo'lgan ashu bugunni barpo qiluvchi Sobit Domollar rahimahumulloh va rahmatlik Alixon To'ram qatorliq rahnamolarimizni tuzukkini bir qadrlaganmidik. Ularning shuncha yillardan beri ko'milib yotgan asarlarni, ilm, hikmat, nazariya durdonalarini, din va dunyo qarashlarini boshqa tillarga tarjima qilib, dunyoga tunutish u yoqda tursin, hatto o'zimizmi joyida tunib yetolmadik. As xotirlarimizda ashu bugunni qurg'uchlarmi, ashu ulug' bugunimizmi o'xshashli xiralashdi. Bugunimiz kimlargadir yo'lanchoq, kimlargadir ma'mur tekiga aylanib qolgan bo'lsa, yana kimlarningdir xohlagan do'konda xarajat qiladigan yanchug'idagi parcha naq pulga aylandi. Mana endilikda ya yig'lashni, ya kulishni bilmay, ashu bugunimizni xotirlamoqdamiz. Ashu bugunimizni sig'inmoqdamiz. Ashu bugunga talpinmoqdamiz. Chunqur hasrat bilan ashu bugunni chaqirmoqdamiz. Ammo milliy tariximizning miroji bo'lgan ulug' bugunimiz bo'lsa, bizga ichinib nola qilmoqda. Xuddi Turkiya shoiri aytgandek, bayroqni bayroq qilgan ustidagi qondur, tuproqni vatan qilgan fidoi jondur deganicha vijdonimizga xitob qilmoqda. Ashu bugunimizni qaytadan qaytirib olishimiz uchun bizni qon bilishga, bizni jon fido qilishga chaqirmoqda. Bizni bugunimizni qaytadan qurib chiqishdan iborat ham dini, ham milliy birdan bir mas'uliyatimiz ustida birlikka kelishga, nafratning qing'ir barmoqlarida ilong'ich uchmaslikqa, jumladan bizni yangi boshdan biz bo'lishga chaqirmoqda. Ulug' Parvardigorimiz bizni ashu ulug' ajdodlarimizning iziga haqiqiy varislik qilib, 3-qitimliq 11-oyning 12-kunini yartaqlaydigan, uni mangulik mustaqillik bayrami sifatida avlodlarga miros qoldira oladigan vafodor avlodlardan qilsin. Amin. Tağda çapmıgan, Asiyaga patmıgan, Tengri tağda çapmıgan, Asiyaga patmıgan, düşmanını har qilib, yelpinib jim yatmıgan, İslamның ay yulduzi, hürriyetning kunduzi, ajdodlarning nur yuzi, haqqoniyat talpingan bayroq.
İslamның ay yıldızı, hürriyetның kündüzü, ecdadlarның nur yüzü, haqqaniyet telpingen bayrak. Ecdadlarның qalları, san sanaqsız canları, ecdadlarның qalları, san sanaqsız canları, mərd mücahid qız oğlan, hesapsız pul malları, ana yurtni vətən dəb, vətəndəki xalqni dəb, xalq üçün haqni dəb, cəngahlarda yelpingen bayraq. Ana yurtni vətən dəb, vətəndəki xalqni dəb, xalq üçün haqni dəb, cəngahlarda yelpingen bayraq. Cengahlarda yıkılmay, siyasette sitilmay. Cengahlarda yıkılmay, siyasette sitilmay. Yavuzlarның çangili, suikastide yırtılmay. Hicret kılıp vətəndin, tutulğanti eceldin. Baş egmigen ezeldin, ay yıldızlık el kezgen bayrak. Hicret bilen vətəndin, tutulğantin eceldin. Baş egmigen ezeldin, ay yıldızlık İslami bayrak.